Agar bir hafta hech narsa yemasangiz nima ish yuz beradi? Bugun biz sinchoq saloni bilan birga ko'rib chiqaylik. Uduqmang. Dastlabda hech qanday inkas qaytarmaysiz. Badaningizning ichki qismidagi glikogen parchalanadi. Bu badaningizning birinchi energiya manbasi. Bu glikogenning saqlanish shakli bo'lib, bir qismi sizning cho'mig'ingizning iqtidoriga avatib beriladi. Qolgani sizning muskul va boshqa hujayralaringizga bo'lib beriladi. Ammo 6 soatdan keyin uzluksiz tomoq yemaganlik sababidan badaningizdagi glikogenni butunlay xo'ritib o'tadi. Bu jarayon sizning kayfiyatingizga ta'sir ko'rsatadi. Ham kuchli ochliq tuyg'usi agishib keladi. Agar siz davomli tomoq yemasangiz, badaningizda keton moddasi paydo bo'lib, ichirqish tuyg'usi asta-asta yo'qoladi. Badaningizdagi glikoza xo'rab tugagachga badaniningizdagi energiyaning asosli kelish manbasi yog'ni parchalashdan hosil bo'lgan keton moddasidan iborat. Buni anglamoqqa urug'lashga foydasi bada qiladi. Bu vaqtda sizning yog'laringiz gliserin qo'shilgan yog' kislotasiga parchalanadi. Oldin yog' kislotasi bevosita muskulni energiya bilan ta'minlaydi. Lekin cho'ngminga yog' kislotasidan bevosita foydalana olmaydi. Faqat jigar orqali uni keton moddasiga aylantirib, eng oxirida cho'ngmingni mushkil yangi energiya bilan ta'minlaydi. Nihoyat aniqki keton tanchisi glikozaning rolini to'liq ola olmaydi. Ammo oz bir qism cho'ngminga va qizilqon hujayrasidan boshqa badandagi boshqa hujayralarning hammasini keton moddasi bilan energiya ta'minlagan bo'ladi. Siz bir narsa yemay 3 kundan keyin yog'ni davomli parchalab, energiya bilan ta'minlagandan boshqa badaningizga oqsil oz miqdorda parchalanishga boshlaydi. Oqsil parchalanganda amino kislotasini hosil qilib glikozaga aylanadi. Bu jarayon yana qatning g'ayriy hosil bo'lishi deb ataladi. Muskullar zaxmlanishga boshlab, ayollarda hayz qalaymiqanlishi ko'riladi. Ammo bu vaqtda masala ancha cho'ng emas, chunki bularning hammasi badanning o'z-o'zini tanishishidir. Tomoq yemay bir haftadan keyin eng chong ta'sir paydo bo'ladi. Immun sistemasi ziyon uchraydi, chunki u hech qanday energiya, vitamin va mineral moddalarni qabul qilmaydi. Shunga bakteriya va viruslarni to'sib olmaydi. Bu bosqich intayin xatarlik bo'lib, odatdagi zukom va odamning o'lishini keltirib chiqarishi mumkin. Bu vaqtda badanning o'ri turishi qiyin bo'lib, har qatam midillash uchun badandagi barliq energiyani ishlatishga to'g'ri keladi. Toki tugugicha. Agar uzluksiz 30 kun tomoq yemasangiz, och qilib o'lishni keltirib chiqaradi. Bu xil ahvolda eng ko'p uchraydigan o'lish usuli yurak ritmsizligi va yurak kasali tuyuqsiz qo'zg'alish bo'lib, bu yurak diafragmasidan chekinib ketganligidan bo'ladi. Eng oxirgi hayotingizning qanchalik davomlashishi sizning qanchalik suv ichishingizga bog'liq bo'ladi. Yana badaningizdagi yog'mi bor. Mana bu tomoq yemeslikning oqibati. Albatta, hozirgi sharoitda balkim ochliqdan o'lib qolish mumkin bo'lmasligi mumkin. Mazmunlarimizni yoqtirsangiz, yulduz belgisini besib qo'yishni unutmang. Xullas, shunchalik oddiy. O'zingiz qiziqadigan temalarni inkoslarni qoldiring. Biz kelarki sonda tayyorlaymiz.